Mana bu videoni diqqat bilan ko'ringlar. Nima menga 3 oydan beri yozmaysan? O sen erga tegding-ku, yana men vinovatman. Sen vinovat. Ko'rinishdan shunchaki hazil videoga o'xshaydi, lekin bu yerda men uchun shaxsan men uchun birinchi navbatda ayolni hurmatini to'kish bor deb hisoblayman-da. Nimaga? Chunki ertaga erkaklar ko'rgandan keyin hamma ayollar shunday ekan degan tasavvur paydo bo'ladi. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Fahsh va buzuqlikka targ'ib bo'lyapti. Oila qurgan, turmushga chiqqan ayol eski sevgilisiga kelib turib, "Sen menga nimaga yozmayapsan?" deyapti-da. Qo'pol tonda, "Sen menga yozishlikka majbursan" deyapti-da. Men oila qurgan bo'lsam ham nima qilibdi? Lekin sen menga yozishing kerak. Sen bilan biz munosabatlarni davom ettirishligimiz kerak degan g'oya bor-da bu yerda. Aytayapman-ku, ertaga agar erkaklar bu narsani ko'radigan bo'lsa, yosh yigitlar, oila qurmagan, demak hamma ayollar bir xil ekanda degan tushunchaga borib qoladi. Bu narsani biroz oldin rus blogerlari tomonidan ishlangan video edi. Biznikilar ko'chirishgan. Lekin ular uchun oila muhim narsa emas-da. Masalan, ular bemalol halagani ozgina yashab ko'radi, bo'lmasa masalan ajrashib ketaveradi, lekin bizda unday emas-ku. Oila qadriyatimiz bor-ku, oilani muqaddasligimiz bor-ku bizda. Ming yillardan beri shakllanib kelayotgan oila institutlarimiz bor-ku bizda. Ha? Qaysi erkak kishi ko'tara oladi menga aytinglar? Qaysi erkak kishi bu narsani hazm qilib shu narsani yashay oladi? Agar xotini eski sevgilisi bilan yana don olishib yuradigan bo'lsa, eski sevgilisi bo'lmasa ham yangisini masalan topib oladigan bo'lsa, qaysi erkak bu narsani hazm qilib ko'tarib yura oladi? Biz qaytangi bu narsani nafrat bilan ko'rsatishligimiz kerak. Bu yomon narsa. Biz bu narsa bilan hech ham yashay olmaymiz. Biz bu narsaga qarshimiz degan narsalarni targ'ib qilsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Video ostida insonlar kulyapti, kayfiyatlari ko'tarilyapti, bu narsaga layklar bosilyapti, zo'r qildinglar deb turib, ha? Lekin uzr, bu fahsh va buzuqlikni targ'ibi emasmi? Men biroz xafa bo'ldim, to'g'risi. Ijodkorlarni men shaxsan tanimayman, blogerlarni, lekin va ularga hech qanday adovatim ham yo'q. Faqat iltimos qiladigan narsam, biz chiqarayotgan videolarimiz ertaga insonlarda buzuqlikni normal qabul qilishdek holatga kelib olmasligi kerak-da. Kimdir aytishligi mumkin, bitta video bilan nima o'zgarib qoladi? Kechirasizlar, lekin hozir ham bu narsalar bor. 10 yildan ortiq oila munosabatlari bilan ishlab kelayotgan bo'lsam, mingdan ortiq oilalar bilan yuzma-yuz o'tirib gaplashgan bo'lsam, muammoli vaziyatlarni ba'zilari aynan mana shu sababdan oilasi buzilgan. Kelin boshqasi bilan gaplashib qo'ygan. Biz bu narsani xohlamaymiz-ku.